Eski mashinangizni olib kelib, mana shu mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Sizda Lacetti bo'ladimi, Gentra, Spark, qanaqa mashinangiz bo'lsa ham rasmini kommentariyaga jo'natasiz va ma'lumotlarni yozib qo'yasiz. Misol uchun 2020 yoki 19 mana shuncha yurgan, mana shuncha joyda kraskasi bor deb kommentariyaga rasmini olib jo'natib qo'yasiz va opisiyaga albatta yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Biz shunga qarab bu mashinani rasxodlarini tashlab beramiz. Eski mashinangizni olib qolamiz, sizga yangisini mindirib yuboramiz. Bu Haval Junior mashinasi bo'ladi. Bu mashinaga 30% to'lov bilan rasrochga olib ketsangiz bo'ladi. Bu mashinaning narxi eng kam birinchi pozitsiyasi narxi 279 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni 330 milliongacha bo'ladi. Sizni bu mashina qiziqtirgan bo'lsa, sizni mashinangizni baholab va oylik to'lovlar qancha chiqishi haqida batafsil ma'lumotlarni YouTube kanalimizda endi berib boramiz. YouTube kanalimizga kiringlar, Tillo Avto Pro deb qidirtirsangiz chiqib keladi YouTube kanalimizda. Batafsil oylik to'lov, boshlang'ich to'lov, rasrochkaga qancha chiqadi, hammasini YouTube kanalimizdan olsangiz bo'ladi. Avtosalonimiz manzili Namangan shahar Do'stlik bozor Promzonani yo'lida joylashgan. Hammani Amsterdamga Haval avtosalonida kutib qolamiz.